savollariga javob beramiz. O'zimiz ishlab chiqarganmiz. Materiallari sifatli. Hop, mexanizmlarini ko'ryapsizlar. Yaxshisidan qo'yilgan. Keyingi xonalar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ko'rib turganingiz yana bitta xona. Yangi yo'nalishda chizilgan dizayn asosida ishlab chiqardik. Pufiklari ham noodatiy, dumaloq qilib alohida tikilgan, ko'rib turibsizlar. Kantlarga alohida ahamiyat berishingizni so'rayman. Juda shinam xona. Buyurtma asosida ishlab chiqaramiz. Instagram sahifamiz Zamonaviy mebel. Juda chiroyli qilib ustalar tomonidan bitqizildi. Bolalar xonasiga kirib boramiz. Bitta fasonda, lekin har xil qilib ranglar tanlangan. Matras qo'ysa bo'ldi. Pardalari ham shunga moslab qilingan. Pufikini ham ko'ryapsizlar, tegdi. Nerjavikalar ishlatilgan. Alohida chok qilib tikilgan. Ishimizning sifatiga baho berasizlar. Bemalol yillar davomida sizlar uchun xizmat qiladi. Shkoflarni ham ko'ryapsizlar, kupe qilib ishlangan. Tumbalariga alohida ahamiyat beringlar. Kombinirованный qilingan. Yaqinroqdan ko'rsataman. Nerjavikamiz bitta qalin, bitta yupqa qilingan. Devor abifga alohida, kravat alohida ishlangan. Ikkinchi xonamizni ham ko'rishinglar mumkin. Patologlarga ahamiyat beringlar. Juda shinam. Bolalar dars qilish stoli, shkafi. Har bir xonaga alohida dizayn tanlangan, alohida rang, alohida shkaflari. Buyurtma asosida yasaldi. Ishimizni ko'ringlar. Like, time kutib qolamiz. Eng yaqin do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Mana juda chiroyli qurilgan. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uylarni qurish. Bu o'sha katta spanli. Bu yerda ofis uchun jihozlaganlar. Bu yoqda nima qildik desanglar, devor televizorning postavkani yoniga koja sifat materialdan alohida обшивка qilib, yonlariga nerjavikalar qilib berganmiz.
profilimiz orqali qilingan ishimizni kuzatib boringlar. Instagram sahifamiz zamonaviymebel.uz, TikTok orqali stol transformer uz, YouTube kanalimiz Class Mebel. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bemalol nomerimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Nomerimizni eslatib o'taman: 93 527 36 46. Ikkinchi nomerimiz 94 600 00 19. Zamonaviy mebel doimo sizlar uchun izlanishda. Alohida mana mebellarni ko'rib turibsizlar. Rangiga moslab qilingan juda shinam kompyuterning stollari. Patologlarni ham ko'rib turibsizlar. Noodatiy uslubda zamonaviy chiroqlidan foydalanilgan. Fikr mulohazalar bo'lsa yozib qoldiringlar. Juda chiroyli. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uylarda turish, shunaqa uylarni qurish, yaxshi kunlarga ishlatsinlar ekan. Bolalarning rohatini ko'rsinlar. Oynalarni ham, eshiklarni ko'ryapsizlar, oynali baquvvatidan qo'yilgan ekan. Hop, to'liq videoni biz YouTube sahifamizga joylaymiz. YouTube sahifamiz 3 ta. Birinchisi Class Mebel, ikkinchisi Zamonaviy Mebel 1, uchinchisi Zamonaviy Mebel uz. Hammanglarga rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar. Ishimizni ko'rib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz.